Mana nimaga ilm-fan va meditsina tarafidan hayz qoni oltinga teng. Bu kir qon emas, organizmni shlaka emas, bu toza quruvchi material. Qatdan hayz qoni keladi. Bu juda ham qiyin prosess, lekin juda qisqa va oson aytadigan bo'lsak, matka. Va matkani ichiga bola kelishiga steril, ozuqaga boy, zo'r joy tayyorlanadi. Katta ko'rpachalar, bozorda eng zo'r narsalar olib kelib, xullas bolani kutishadi. Keyin agar bola paydo bo'lsa, kelib masjidga bundoq qo'nadi-da, o'sha yerda o'sishni boshlaydi. Bola kelmagach, ovqatlar, hamma zo'r narsalar tushib ketadi. Bu ham juda qiyin prosess. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, endometriy degan narsa polностью tushadi. Tarkibida shunda ozuqaviy moddalar, toza qon, toza xuddi miyaga, yurakka boradigan qon va o'zak hujayralar. Eng qadrlisi стволовые клетки. Стволовые клетки bu nima? Bu shunaqa zo'r kletkaki, undan любой kletka yasasa bo'ladi. Yurak, neyron, pechka, pochin, pechin, pochka va u hujayrani olish juda qiyin. Hayz qonidan esa eng osoni. Ikkinchi afzallik tarafi, hayz qonidan chiqqan стволовые клетки 2 barobar tezroq bo'linish qobiliyatiga ega. Umumiy hayz protsessiga keladigan bo'lsak, bu juda ham qimmatli. Bu prosessda siz paydo bo'lmagan bo'lardingiz va muhim prosess. Bu kir yoki uyatli emas. Hayot baxsh prosess. Bu narsa haqida qizlar va yigitlar ham bilishi kerak. Qizlar o'zini uyatli his qilmasligi uchun ozoda bo'lish kerak, lekin o'zini kir, uyatli, shu narsadan xijolat bo'lib his qilishi kerak emas. Bu hurmatga, mehrga, e'tiborga loyiq prosess. Hayz payti qizlarni ustidan kulish emas, ularni yanada ko'proq avaylash kerak.